Oh my god. 8 euroga. Kстати, piyoz qimmat, kartoshka Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun sizlar bilan birgalikda yana bozorlik raspakovka qilamiz. Yo, baribir divan ko'rinadi, yo choynak ko'rinadi. Shu ikkalasini ham ko'rishga majbursizlar. What? Boshqa ilojim yo'q. Yopolmayman hech qanaqasi. Narxi bilan ko'rsataman deb chekini oldim. Cheki qayerdadir shu deb bo'lish kerak. 3 hours later. Bu universitet bizga bergan shopper. Oh my god. Kulti tamam qopman. I'm done. Cut the show. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Yerga qo'ydim chunki qo'limga sig'madi. Narsa ko'payib ketganiga. Nima qilamiz, sen yashaysan. Shunaqa havas bilan olgandim. Mana chalajon gulim ikkita bariga tushibdi. No, хотя бы trik. Bugungacha ko'p narsa bo'lmabdi narsa. Xullas, mana shu ikkita gulni oldim. 8 euroga, tipa shunaqa qimmat emas edi. Bugun men stipendiya oldim, by the way. O'sha uchun borib olaman dedim va oldim. Ana yerda bitta sun'iy gul turibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Men o'zi blogimda osilib turadigan gul olmoqchi edim. U qimmat edi, 12 evromi edi. Lekin baribir shunaqa gul olaman. Menga chiroyli ko'rinadi. Baribir xafa bo'ldim. Shuncha avaylasam ham iloji yo'q. Qo'limda og'ir paket, sumka, shopper, baribir nimadir qilardim gulga va bargiga shikast yetdi. Bu qanaqa gul bilmayman, qanaqa gul. Bilganlar yozinglarchi. Bargi shunaqa ekan. Gulmi bu? Bu gul bo'ladi, конечно. Endi haqiqiy bozorlikka o'tamiz. Men oldin umuman yeb ko'rmagan har xil narsalarimni oldim va umid qilamanki, ta'mlari menga yoqadi. Mana bunaqa yogurt oldim, klubnikalik. Lipton choy oldim. 3 evromi qanchadir edi? 3 evro. Kстати, piyoz qimmat, kartoshka arzon ekan. Men mana shuncha piyozni, shugina piyozni 3 evroga oldim. Bu yarim kilomi? 0.75, yarim kilodan sal ko'proq. 1 kilo kartoshkani 1 evromi qanchagadir oldim. Kartoshka 69, почти 2 evro ekan. Arzon edi bu ham, bekarmata tuxum. Lekin bilmayman qanchaligini. 2 evro tam shunaqa edi. Buni bilmayman nimaligini, shirinlikka o'xshadi. Xullas, bu yerga yozilgan Nature Valley Crunch, Oats Berry Fruit mevalardan qilingan qanaqadir shirinlik deb oldim. Ta'mini ko'raman. Bilmayman ta'mi qanaqa. Как snack da. Pechenega o'xshaydi. Lekin unda yesanglar, choy va mevali choy bilan pechenye ta'mi keladi. Kapli oldim, pasidyoshka. Milk oldim. Avokado oldim. Bu 7 evro edi, adashmasam shu. Non oldim. Nonni ko'proq olishim kerak edi, hozir o'ylab qoldim. Bitta oldim. 1 evro edi. Banan oldim. 2 evro. Mana shu turishi 2 evro. Bizda qancha bo'lmas? 2 evro. So'mda 4.000dan 28.000 bo'ladi. Bizda ham menimcha shuncha banan 28.000 mi? Yo'q, bu yerda arzon. Xonaga sprey oldim, chunki xonani qanaqadir hidi bor. Yo'qmaydi. Har safar kirsam, devormi, bilmam nimadir hidi keladi. O'sha uchun ko'p deb bordim. Endi yaxshi. Bu ham 2 evro edi. Suv, kola. Ta'mi sal boshqacha bo'lish kerak. Oddiy koladan arzon edi chunki bu. Paketda o'zi. Hozir men bu kolani ichib ko'ramiz. Shakarsiz ekan. Oddiy kolani ta'mi kelyapti, lekin faqat shakarsiz kola bor-ku, shunaqa.
40 yevroyu 44 sent ekan. Daryo Zilla kanalimga obuna bo'linglar. Hammaga xayr, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Take care, bye.